Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Soliqning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklda e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'lishiga ishonamiz. Ushbu loyihani Oydin Soliqning xotirasiga bag'ishlaymiz. 17-qism. Asal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asal yenglar. Zero asal bo'lgan uyga farishtalar rahmat tilashadi. Asal yegan kishining oshqozoniga ming davo kiradi va millionlarcha gunoh uzoqlashadi. Bir kishi o'lsa va badanida asal bo'lsa, badanini jahannam otashi kuydirmaydi. Har kuni ertalab asal sharbati ichganlar kasal bo'lishmaydi. Menimcha, asal kabi shifo yo'q deganlar. Asal oshqozon va ichaklar faoliyatining buzilishiga shifo, oshqozon va 12 barmoqli ichakdagi yara va tashqi yaralarning bitishini ta'minlaydi. Revmatizm, yurak, o'pka, jigar va teri kasalliklariga shifodir. Tomirlarning qattiqligi, asab buzilishi va anemiyaga foydalidir. Asal ham ich qotishini ketkazadigan hamda ich ketishini to'xtatadigan doridir. Asal yeyish kishini yoshartiradi, kishiga quvvat baxsh etadi. Shifoli tomonlardan tashqari, asal chaqaloqlardan tortib qariyalargacha kerakli ozuqa moddasi hisoblanadi. Haqiqiy asal ari patagidan olinganidan 4-5 hafta so'ngra kristallashishni boshlaydi. Qotgan asalning kristallari nozik bo'ladi. Katta kristalli asalning sifati past, ba'zi asal turlari kristallashmaydi. Oliy sifatli asal bahor boshlarida va yozda olingan asaldir. Dori sifatida qo'llash uchun aynan shunday asal tanlanishi kerak. Bahorning oxirlarida olingan asal unchalik shifoli bo'lmaydi. Bir no'xat donasidek propolis, ya'ni asalari yelimi va shu miqdorda asal mumi asal bilan birga chaynalsa, og'iz va burun tomirlaridagi tiqilishlarni ketkazadi. Varikoz, gangrena, og'iz yaralari, chipqon, teridagi yallig'lanishli yaralarga asal surish shifolidir. Asal ko'z va ko'z yaralariga malham, og'izni tozalovchi va tomir ochuvchi sifatida qo'llaniladi. Quloqqa bir xil miqdorda asal va iliq suvda eritilgan tosh tuzi damlansa, quloqni yallig'lanishidan tozalaydi. Angina shishganida og'izda asal tutish foydali. Asal uyqusizlikka yaxshi davodir. Qand kasali bo'lgan bemorlar ham bir choy qoshig'idan boshlanib, har kun bir choy qoshig'idan bir osh qoshig'igacha asal yeyishlari mumkin. Va haqiqiy asalning davosi bilan bu kasallikdan qutulishadi. Asal taom bilan birga yoki taomdan keyin yeyilsa, shifo xususiyatini yo'qotadi. Aksincha, allergik ta'sir qilishi mumkin. Asalning ko'pi semirtiradi, dangasa qiladi, uyquchi qilib qo'yadi. Davolanish umidida asal yeyishni xohlagan kishi har kuni ertalab yo kechqurun och qoringa bir qoshiq asal yeyish kerak. Faqat yegan asali taom o'rniga o'tadi. Ya'ni uning ketidan taom yeyilmaydi. Asal bilan birga suv ichish mumkin. Ertalab va kechqurungi taomdan avval bir choy qoshiq asal yeyish ham mumkin. Bir necha kun faqat asal bilan kun kechirmoqchi bo'lganlar har kuni 100-150 gram asal yeyishlari mumkin. Har kuni asal yeydiganlarning kunda bir osh qoshig'idan ko'p asalga yoki boshqa shirinliklarga ehtiyoji qolmaydi. Asalni barmoq bilan yoki taxta qoshiqda yeyish sunnatdir. Asal sovutgich yoki muzlatgichlarda emas, balki salqin va qorong'u joyda saqlanishi kerak. Agar asal solingan shisha yoki taxta idish qattiq yopilsa, undagi asal shifobaxsh xususiyatini yo'qotmasdan yillar davomida saqlanishi mumkin. Asal tarkibida
18% suv, 40% meva qandi, 34% uzum qandi, 0,4% boshqa qandlar, 0,3% protein, 7,1% temir tuzlar, mikroelementlar, fermentlar, vitaminlar va boshqa moddalar bo'ladi. Asal laboratoriyalarda bu tarkibga ko'ra glyukoza va fruktozasi tekshiriladi. Umuman asalda glyukoza va fruktoza nisbati me'yorlarga to'g'ri kelsa, undagi boshqa moddalarning nisbatlari ham to'g'ri keladi. Afsuski, bugun bu tekshirish o'z ahamiyatini yo'qotgan. Chunki Turkiyada geni o'zgartirilgan glyukoza va fruktozalar ishlab chiqarilmoqda. Xorijdan keltirilgan sintetik asal aromati qo'llanilmoqda. Bu shaklda yaxshi hidli turli aralashmalar asal sifatida bozorga chiqarilmoqda. Bu soxtakorlikni isbot qilish qiyin ish. Chunki Turkiyada bu sohada yetarlicha laboratoriya va mutaxassislar yo'q. Asal bilan tayyorlanadigan dorilar. Birinchi, 1 kilogramm sariyog' suvda 5-10 daqiqa qaynatiladi. Suv ustiga chiqqan sariyog' olinib, 500 gramm asal bilan aralashtiriladi. Yara, pufakchalar va kuygan joylarga suriladi. Bu aralashmani nonushtada non bilan ham yesa bo'ladi. Ikkinchi, 3 qoshiq 500 grammli moychechak issiq suvga solinadi va 1 soat damlanadi. 40 darajaga yetib, soviganidan so'ng suziladi va 3 qoshiq asal qo'shib yeyiladi. Angina, og'iz, til, oshqozon va ichak yaralarga ham qo'llasa bo'ladi. G'arg'ara qilinadi, ichiladi, klizma qilinadi. Uchinchi, 1 osh qoshiq asal 1 piyola olma sharbatida eritiladi va har kuni ertalab och qoringa ichiladi. Bu dori xususan jigar xastaliklariga shifodir. To'rtinchi, 10 gramm tosh tuzi 50 gramm iliq suv bilan eritiladi. So'ng bu tuzli suvdan kerakli miqdor olinadi va shu miqdordagi asal bilan aralashtiriladi. Ertalab kechqurun ilitilib, quloqlarga 7-8 tomchi tomiziladi. O'rta quloqning yallig'lanishi, zamburug' va quloq shang'illashiga foydalidir. 5. Yong'oq bargi choy kabi damlanib suziladi. 40 darajaga soviganidan keyin asal qo'shiladi. Har kuni choy qilib ichilsa, tanaga quvvat beradi va jonlantiradi. Asalli sarimsoqli dori. 10 dona limon suvi, taxta qovunchada maydalangan 10 bosh sarimsoq va 1 kilogramm asal bilan aralashtirilib, shisha idishga solinadi. Og'zi 3 qavat paxta latta bilan yopiladi. Salqin va qorong'u joyda 7 kun saqlanadi. 7 kundan so'ngra idish og'zi yopilib, muzlatgichga qo'yiladi. Yillar davomida saqlanishi mumkin. Qanchalik ko'p saqlansa, shuncha quvvatli bo'ladi. Dori tayyor bo'lganda har kuni bir vaqtda och qoringa 4 choy qoshiqdan iste'mol qilinadi. Har safar og'izga 1 choy qoshiqdan ko'p yemaslik va yutmasdan og'izda eritish kerak. Chunki muhimi dorining oshqozonga kirishi emas, balki og'izdagi mayda tomirlar orqali badanga singdirilishidir. Dorining bu shaklda iste'mol qilinishi yurak va miya tomirlarini tozalaydi. Ichilsa, oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralarini, oshqozondagi H. pylori infeksiyasini yo'qotadi. Bu kurs sog'lom kishilarning kasallanmasliklari, kasallarning esa tuzalishi uchun yilda 1 marta qo'llaniladi. Bundan tashqari, yoshi 40 dan o'tganlar har qanday kasallikka mazkur dorini ichishlari mumkin. Izoh: limon suvi o'rniga sirka ham qo'llasa bo'ladi. Polen. O'ta qimmat ozuqa hisoblangan polen ar uyasidan olinganida ko'plab kasalliklardan sog'ayishni osonlashtiradi. Arilarning fermentlari bilan aralashgan polen allergiya bermaydi. Katta, kichik, yosh, qari, kasal yoki sog'lom hamma polen ishlatishi mumkin. O'smirlar 1 choy qoshiq, kichiklar esa yarim yoki chorak choy qoshiq polenni o'sha miqdorli asal hamda iliq suv bilan aralashtirib,
umr bo'yi yilda 1 oylik kurslar olishi mumkin. Palen toza bo'lishi va ertalab och qoringa ichilishi kerak. Agar 1 yil o'tib ketsa, foydali xususiyatlarini yo'qotadi va allergiya berishi ham mumkin. Palen sovutgichda saqlanishi va quruq bo'lishi kerak, chunki namdan buziladi. Uning ichida mavjud 27 modda natriy, kaliy, sink, bor, kalsiy, titan, xrom, bariy va boshqalar suv bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, sog'liq uchun zararli holga kelishi mumkin. Palen iste'mol qilganlar proteinli ozuqalarni, ya'ni go'sht, tuxum, pishloq, baliq kabilarni yeyishni kamaytirishlari kerak, chunki palenda juda ko'p protein bor. Ari suti. Ari suti revmatizmga, gormon muvozanatsizligiga, anemiyaga, holsizlikka, oshqozon va ichak kasalliklariga, soch to'kilishiga, o'pka, yurak va boshqa kasalliklarga qarshi qabul qilinadi. Ari suti tarkibida B1, B2, B3, B6, B12, S, H, PP, E vitaminlari, aminokislotalar va organik kislotalar mavjud. Ari suti sovutgichda saqlanadi. Qabul qilish uslublari: 10-20 mg ari suti ertalab kechqurun och qoringa til ostida eritilib, keyin yutiladi. To'g'ridan to'g'ri yutilsa, shifoli xususiyatlarini yo'qotadi. Yoki 10-20 mg ari suti 10-30 gram asal bilan aralashtirilib, 1 oy davomida ertalab kechqurun och qoringa og'izda eritilib yutiladi. Bu tanadagi bezlarni tozalab, ularning muvozanatli ishlayishini ta'minlaydi. Propolis, ya'ni asalari yelimi. Propolis ari uyalaridagi qahvarang qatron bo'lib, yuqori darajali antimikrobial va bakteritsid ta'siridan tashqari angina, milk kasalliklari, tashqi va ichki yaralar, kuyuklar, ekzema, zamburug', gemorroy, tuberkulyoz, zaxm, suyak kasalliklari va shu kabi kasalliklarning davosida qo'llaniladi. Qo'llash uslublari. Birinchisi, no'xat kattaligidagi propolisni erigunicha og'izda saqlab yoki saqich qilib chaynash angina, milk kasalliklari, suyak yumshashi, tish og'rig'i, oshqozon, og'iz va til yaralariga foydalidir. Ikkinchi, 1 kilogramm sariyog' emal yoki shisha idishda qaynatilib, 80 darajagacha sovigandan keyin ichiga 100-200 gram propolis parcha-parcha holatda qo'shiladi. Bu aralashma 80 darajadagi suv idishda, ya'ni bir idishga 80 daraja sovuqlikda suv quyilib, ichiga sariyog' va propolis bo'lgan idishlar qo'yilib, 20-30 daqiqa aralashtiriladi. Teri kasalliklari va yaralarga suriladi. Bu aralashmani sog'lom kishi ham nonushtaga, nonga qo'shib choy bilan ichishi mumkin. Uchinchisi, propolis isitilganidan so'ng so'gal ustiga qo'yiladi va ustidan bog'laniladi va so'gal qo'porilib tushgunicha 3-5 kun kutiladi. Propolis salqin va qorong'u joyda yillar davomida saqlansa, shifoli xususiyatlari yo'qolmay, aksincha ortadi. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda.